Kir alg'uda yuyish 7 qatim yuyganға hesapmı? Sual. Assalomu alaykum. Fiqhiy kitoblarda it chepilib qo'ygan narsani 7 qatim yuyish to'g'riliq gaplar uchraydi ekan. Bu itning yalab qo'yganini bildiramdi, purg'aninimi, tekkinini. Itni tutib qolsaq yoki it kiyimimizga yoki badanimizga surkilib qolsa-chu, qandaq ahvolda kiyim va oyoqni 7 qatim yuyish kerak bo'ladi? Kiralg'uga solib bir yuysak, bu 7 qatimning o'rnini olamdi. Qo'lda yuvsak, qanday qilganda 7 qatim yuyilgan bo'ladi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila taobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. İhtiyalgan, shulgi yuqqanga chepilgan deymiz. İtqa munosabatli suyuqliklar tuvandagilarni o'z ichiga oladi. Shulgi, tari, manqisi, ko'z yoshi, po'q suydagi va oshirib qo'ygan suyuqliklar. Ammo itning tuki ko'pchilik olimlarning qarshida pokizdir. Buning asosan tuk quruq bo'lsa yoki pokiz suvda ho'l bo'lib qolgan bo'lsa, tutib qolsak yoki kiyim-kechak va boshqa narsalarga tegib ketsa, hech gap bo'lmaydi. Shafiy mazhabda tuki maynat, buning asosan ho'l badani bir narsaga tegsa maynat bo'lib ketadi. Itning shulgi yuqqan yoki it yalab qo'ygan kiyim maynat bo'lib ketadigan bo'lg'achqa, ko'pchilik olimlarning nazarida kiyimning maynat bo'lgan yerini 7 qatim yuyish kerak. Shundaqla itning burnidagi suyuqlik yoki suydagi yoki po'qi yo'qib qolgan ahvoldami 7 qatim yuyib tozalash kerak. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiluvdiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Qachonlarga it chepilib qo'ysa, uni 7 qatim yuyinglar. Yana bir rivoyatlarda dastlabdagi bir qatim to'pi bilan, yana ba'zi rivoyatlarda 7-qatim to'pi bilan, yana ba'zi rivoyatlarda 8-qatimda to'pi bilan yuyinglar deb har xil kelgan. 7 qatim yuvganda birinchi qatimda yoki yana bir qarashda 8-qatimda to'pi bilan yoki to'pining o'rnida turadigan so'pilga o'xshash narsa bilan yuyiladi. Olimlarning yana bir qarashida it shulgini boshqa nijosatlarga o'xshash 3 qatim yuvasi bo'ladi. İmam Malik, Davud, Zahiri qatorliq bir qism olimlarning nazarida it shulgi yo'qib qolsa kiyim maynat bo'lib ketmaydi. Uni maynatligidan emas, faqat ibodat nuqtasidan yuvitish mustahab. Albatta, ko'pchilik olimlarning qarashi dalil jihatdan xali kuchlik. Uning ustiga it shulgi odatda ustixonlarni yumshatib yetadigan mikroblik moddani o'z ichiga oladigan bo'lganlikdan, uningdagi mikroblarni yolg'iz suv bilan yo'qotqili bo'lmas kerak. It chepilib qo'ygan kiyimni 7 qatim yuyish shart deb qaragan ko'pchilikning qarashi bo'yicha desak, kiralg'uning ko'p aylanishini 7 qatim yuyish hisoblagan taqdirdami, oxirgi birini yoki 8-sini to'pi bilan yuyish sharti to'shmay qolishi turg'anli gap. Ammo to'pining o'rnida kiralg'uga soladigan supun va pokizlig'uchi suyuqlikni qo'ysak, buning bilan pok bo'ldi deyish mumkin. Bu masalada olimlarda ikki xil qarash bo'lsa-mu, supun va pokizlig'uvchilarni to'pining o'rnida turdi deb qarash muvofiq. Chunki buning bilan hadisda maqsad qilgan mukammal pokizlash vujudga chiqadi. Ammo 7 qatimni shart qilmagan yoki bir qatimni to'pi bilan deb shart qilmagan, nijosatning tozalanishini shart deb qaragan asoliq olimlarning qarshida bundaq kiyimlar kiralg'uda yuyish bilan pok bo'lib ketadi albatta. Bir qatim yuyish suvga chilab yoki ustiga suv qo'yib bo'lgandan keyin siqib etish bilan bo'ladi. Siqishni shart qilmay ustiga suv qo'yish yoki suvga chilash bilan kifoyalanadigan olimlarmi bor. Oyoq va shuningga o'xshash siqqili bo'lmaydigan, ammo nijosatni singdirib oladigan narsalar bo'lsa, Imom Abu Yusuf rahmatullohi alayh qatorliq olimlarning qarashida 3 qatim yuyib, har qatimda bir quritish kerak. Bu turlik narsalarni siqish qiyin bo'lg'achqa quritish siqishning o'rnida turdi. İmam Muhammad rahmatullohi alayh qatorliq olimlar siqqili bo'lmag'achqa qat'iy pokizlig'i bo'lmaydi deydi. Albatta, mayli 3 qatim deyli, mayli 7 qatim yoki 8 qatim deyli, shuncha qatim yuvgandan keyin nijosat tozlansa shundoq. Ammo yuvgandan keyin yana nijosat qolsa qayta yuyish lozim. Kir alg'uda yuvgandami shundoq bo'ladi albatta. Yana bir nuqta. It shulgi qatorliqlar kiyim, qacha, badan, bisot va undan boshqa ishlatadigan har qanday narsaga yo'qsa, tozalamoqchi bo'lsak, shu nijosat yuqqan joyni yuvasi bo'ladi. Hamma yerini yuvish kerak emas. Xulosa,
İt chepilgan kiyimlarni kiralg'uda sopun va pokizlag'uchi suyuqlik bilan yuvsa pok bo'ladi. Vallohu a'lam. Fatvoda doktor Abdulaziz rahmatulloh. 2016 yili 5 oyning 4 kuni.